Bemor kelgan paytda nima bo'pti, boshim og'ridi desa, chirib noyim bor ekan deydi, shu bilan bo'ldi desa, u vrach uchun tushuntirish oson, bemor uchun ham chirib noyim oshibdi deydi, shu bilan noto'g'ri diagnoz bilan ketaveradi. Cherepnoy давление kasalligi bizni hududimizda eng ko'p tarqalgan kasalliklardan biri hisoblanadi. Xo'p, cherepnoy давление kasalligi o'zi qanchalik to'g'ri? Nega bu kasallik bizni xalqimizda orasida ko'p tarqalgan va nega bemorlar orasida noto'g'ri tushunchalar paydo bo'lgan? Siz aqlli insonlar uchun Doktor Alimov kanalida siz videoni oxirigacha ko'rishni unutmang. Cherepnoy давление kasalligini o'zi, xo'p, bu kasallikni O'rta Osiyo mamlakatlarida o'ta ko'plab bu diagnozni pala-partish qo'yishlik bemorlarni ko'pincha noto'g'ri tushunchaga olib boradi. Bu borada xo'p, ayrim shifokorlarning ham xizmati katta. Xo'p, cherepnoy давлениеdan oldin qisqacha anatomiyadan bilimlaringizni oshirib olamiz. Birinchisi bu bosh miya qutisi deydigan bo'lsak, yuqoridagi videoga qaraymiz. O'rtacha bosh miyaning 80%ni miyaning ichki to'qimasi tashkil qiladi. Uning 10%ni miya ichidagi suyuqlik, 10%ni esa qon tashkil qiladi. Xo'p, birinchi navbatda bu spina mozgovая жидкость yoki orqa miya suyuqligi, o'sha miya ichidagi likvor suyuqligining funksiyasi bilan tanishib chiqishimiz kerak bo'ladi. Likvorni o'zi miyani ichkarisiga yaxshilab qaraydigan bo'lsangiz, ichkaridagi bo'shliqlar yoki boshqacha tilda qorinchalarni ko'rishimiz mumkin. Qorinchalarning ikkita yon qorincha, o'rtada 3-qorincha va pastda 4-qorinchani ko'ramiz. Aynan yorin qorinchalardagi ishlab chiqarilayotgan suyuqlik 3-qorinchaga o'tib, undan keyin 4-qorinchaga, undan keyin foramen, lyushka va majan teshiklari orqali miyaning o'sha subarachnidal bo'shligiga chiqib, yana so'rilib vena qon tomirlari orqali bosh miyani tark etishi bu norma hisoblanadi. Lekin ayrim kasalliklar borki, bu kasalliklarda yo suyuqlik ishlab chiqarilishi, yo o'sha suyuqlikning aylanishi, yo bo'lmasam o'sha suyuqlikning so'rilishi buzilishi natijasida miya ichki bosimining oshib ketishi kuzatilishi mumkin. Lekin qaysi kasalliklarda bu bo'ladi? Birinchisi bu bosh miya o'sma kasalliklarida. Ikkinchisi gidrosefaliya, ya'ni bosh miyadagi o'sha suyuqlik harakatining buzilishi natijasida ham yoki so'rilishi yoki ishlab chiqarilishi gidrosefaliya kasalligida. Uchinchisi meningit, bosh miya pardalarining yallalanishi. Uchinchisi ensefalit, bosh miya to'qimasining yallalanishi, bosh miya travmalari va bosh miya vena qon tomirlari trombozda ham bu o'sha cherepnoy давление oshishi mumkin. Xo'p, endi ko'pchilik bemorlar shifokor qabuliga kelgan paytda noto'g'ri tushuncha beriladi. Bu cherepnoy давлениеning oshib ketib qolibdi degan. Xo'p, cherepnoy давлениени vrach huzuriga borgan payt ko'pincha o'sha EKG chakka sohasidan o'lchashga harakat qilinadi. Xo'sh, bu usul qanchalik to'g'ri va qanchalik diagnostik ahamiyatga ega? EKGlar bu o'sha echo signallar orqali bosh miya to'qimalariga, qorinchalardagi suyuqliklarning o'sha miqdoriga qarab taxminan bemorda oshganmi yo'qmi aytishga harakat qiladi. Lekin bu usul juda eskirgan usul bo'lib, bosh miya ichki bosimi haqida to'liq informatsiya bera olmaydi. Ikkinchisi, ko'pchilik MRT qildirgan payti MRT tagida yozib qo'yishi mumkin. Kosvenniy призники ВЧГ. Ya'ni xo'p, to'g'ridan to'g'ri bo'lmagan nisbiy belgilarning oshishida berishi mumkin MRTda. Hatto MRTda ham cherepnoy bor yo'q aytib bera olmaymiz. Uchinchi holat bu, xo'p, ko'pincha borib qilinadi. Xo'p, ko'z tubining tekshirilishi. Ko'z tubini tekshirgan paytimiz ko'pchilik Oculus oftalmologlar ko'rib beradi. Haqiqatan bosh miyada bosim oshib ketgan bo'lsa, ko'zni tubida dimlanish, ko'ruv nervining diskining dimlanishi holati kuzatilishi mumkin. Va eng asosiy usul bu cherepnoy давлениени aniqlash uchun bu beldan qilinadigan funksiya orqali yoki boshqa bir funksiya usullari orqali bosh miyadagi bosimni aniq aytib berishligi mumkin. Odatda yosh kattalarda
Xo'p, bosh miyadagi bosimning miqdori 7 mm simob ustunidan 14 mm simob ustuni o'rtasida bo'lishi kerak. Endi xo'p, cherepnoy davleniyasi yuqori bo'lgan insonlarda qanday belgilari mavjud? Bu birinchisi, e'tibor beramiz. Juda kuchli bosh og'riq. Bosh og'riqlarining ko'pincha ertalab bo'lishligi, qayd qilgandan keyin yengillashish hissi bo'lmaydigan qayd qilish, ikkita ko'rish. Xo'p, ko'rishlarning xiralashuvi, ko'ruv nervi diskining dimlanishi kabi holatlarni ko'rishimiz mumkin. Agar bu cherepnoy davleniya uzoq davom etadigan bo'lsa, xotira pasayishi, jizakilik, asabiylik kabi belgilar ham namoyon bo'lishi mumkin. Xo'p, nega unda bizni bemorlarimiz orasida noto'g'ri tushunchalar paydo bo'lgan? Birinchisi, bu albatta ayrim shifokorlarning ham aybi bor. Bemor kelgan paytda nima bo'pti, boshim og'ridi desa, cherepnoyim bor ekan deydi, shu bilan bo'ldi desa, u vrach uchun tushuntirish oson, bemor uchun ham cherepnoyim oshibdi deydi, shu bilan noto'g'ri diagnoz bilan ketaveradi. Xo'sh, bu cherepnoy davleniyani qaysi diagnozlar bilan adashtirishadi? Birinchisi, bu zo'riqish bosh og'rig'i. E'tibor beramiz, zo'riqish bosh og'rig'ida asabiylashgandan keyin, och qolgandan keyin, uyqu yaxshi bo'lmagandan keyin boshni ikki tomonda siquvchi, lo'qillovchi og'riqlar bilan namoyon bo'lishi mumkin. Bu zo'riqish bosh og'rig'iga kiradi. Lekin bu cherepnoy davleniya kasalligi emas. Ikkinchisi, ayrimlarda migren kasalligi, bir tomonda lo'qillovchi og'riqlar, ko'pincha og'riqlarning xurusmon ekanligi, bosh og'riganda qayd qilish, ko'ngillanishi kabi belgilar bilan namoyon bo'ladi. Uchinchisi, xo'p, bo'yin sohasi osteoxondrozi. Bunda boshning orqa tomonida sodir bo'luvchi kuchli og'riqlar bo'lsa, buni ko'pincha o'sha adashib cherepnoy davleniya diagnozi qo'yiladi. To'rtinchisi va eng asosiysi, bolalarda hurmatli ota-onalar yaxshilab ko'rish kerak mana shu joyini. Xo'p, ota-onalarda ko'p, ayniqsa yosh chaqaloqlarda ko'ramizki, oldimizga olib keladi. Nima? Bola boshini orqaga tashlaydi, yig'lagan payt titraydi, chiranadi, cherepnoyi bor deb keladi. Juda ko'p holatlarda, mana shu holatlarda asossiz ravishda bemorni o'zi qilib ko'rgan paytda qorinchada sal kengaygan bo'lsa, buni cherepnoy bor ekan deb turib, o'sha diakarb, aspartam, boshqa dorilarni o'sha ayrim shifokorlar tomonidan noto'g'ri yozilishi kuzatiladi. Boshini orqaga tashlagan, ko'p yig'lagan bolalarning 90-95% ko'pincha cherepnoy kasalligi bo'lmaydi. Bu ko'pincha qorinda gaz yig'ilishi, hazmning yaxshi emasligi, o'sha vegetativ disfunksiya, neyroreflektor qo'zg'aluvchanning oshib ketishi kabi diagnozlarning fonida yuqoridagi holatlar ham yuzaga kelishi mumkin. Xo'sh, cherepnoyi bor insonlarni ko'pincha ko'ramiz. Men bordim, parasetam oldim, magneziy ukol oldim, glitsin oldim, vitamin B kompleks oldim, shu kabi dorilarni yozib berishi mumkin. Bu dorilar hech qachon cherepnoy davleniyani davolamaydi. Cherepnoyni tushiruvchi, bosh miyadagi bosimni tushiruvchi atigi 3-4 ta dori vositasi bor. Bu birinchisi, ko'pincha statsionar sharoitda reanimatsion holatda qilinadigan manitol, birinchisi. Ikkinchisi, astilazamid yoki bizni O'zbekistonda bo'lishi mumkin diakarb dori vositasi. Uchinchisi, furosemid. To'rtinchisi ham ayrim paytda kirib chatishi, bu verashpironni ham o'shani ichiga kiritish mumkin bo'ladi. Haqiqatan ham yuqoridagi tekshiruvlar o'tkazilgandan keyin bemorga o'sha vnutri-cherepnoy gipertenziya yoki o'sha miya ichki bosimning oshishi 100% aniqlanib qo'yilgandan keyin yuqoridagi dorilarni ichish tavsiya etilishi mumkin. Eslab qoling, sizning organizmingiz bu o'yinchoq emas. Siz har qanday uchragan dorini ichishga majbur emassiz. Albatta, bemor bo'lib shifokor huzuriga borgan paytingiz qo'yilgan diagnoz va qo'yilgan diagnozga mos bo'lgan dori vositalarini instruksiyasi bilan tanishib chiqish esdan chiqmasin. Agar sizda ham bosh og'riqlari va unga o'xshash holatlar bo'lsa, o'z savollaringizni kommentariyada qoldiring va sizga malakali shifokor ko'rigi kerak bo'ladigan bo'lsa, uyalmasdan konsultatsiyaga yozdirib qo'yishingiz mumkin. Sizlar bilan doktor Alimov bo'ldi. Bizni ko'pchilik kuzatadigan bemorlarimiz bizni obuna bo'lmasdan kuzatishar ekan, kirs etib obuna tugmasini bosib qo'yish ham esdan chiqmasin.